Mana qishloqdoshlar, orimiz sizlarga hozir keldik. Mana bitta bitgan sinfimiz mana shu ko'rinishga 81-yillar topshirdi. 80-yildan to 2004-yilgacha agar bizni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, kelib hissalaringizni qo'shib bitta sinf olasizlarmi, bitta deraza qo'yib berasizlarmi, bitta partani kraska qilib berasizlarmi? Hammani esa shu o'zimizning farzandlarimiz uchun, o'zimizning qishlog'imiz uchun, o'zimizning obodonchiligimiz uchun. Kelib mana shu tip hissalaringizga kelib qo'shingizlar qishloqdoshlar, qarab turmangizlar. Bo'ylab qishloqlar maktab qurib beryapti, asfalt qilib beryapti, hamma ishni qilyapti. Bizlar bir oddiy bir remont qilib beraylik shu bolalarimiz uchun. Mana shu sinfda 81-yillarda remont qilib beribdi. Mana kraska, patolog, даже mana partalarigacha chiroylab kraska qilib beribdi. Keyingizlar bir kishi bilan ish bo'lmaydi. Bu narsa xalqning birgashligi bilan, bu o'zimizning obro'yimiz, iloji boricha qarab turmangizlar, ko'chaga ham bekor turmangizlar. Iloji bo'lsa kelib bir kamgina bo'lsa ham qissalaringizni qo'shib ketsalaringiz xeyli yaxshi bo'ladi. Akalar, ukalar, menikan ish boshlangan, xudo xolasa. Mana bu 95-yillarning xonasi. Remont qilyapti buni. Alloh rozi bo'lsin. O'zlari buni bitta sinfda o'g'ir ekan, biz ustalari remont qilib beryapti. Harakat qilingizlar, savobdan quruq olmangizlar. Kelingizlar yordamga. Allohga shukr aka, mana hamsinimizda 87-yillar aka birigib maktabimiz 24 ta remont qilmoqchi bo'lyapti aka. Kraska, praska qo'y deb qilib, xudo xolasa chotka qilib beramiz. Nima rasxod bor? Mana 87-yillar nomidan. Mana boshlig'imiz Said Sunnat bo'ladi. Ammo qolgan guruhlar ham keladi. 24 nasibda qo'y deb qilib remont qilamiz. Har bir guruhga kelib remont qilib beradi, qo'y deb qilib. O'z qissasidan, o'z shotidan yana shu 24 obod bo'lsin bizga. Kelajak o'quvchilar o'qisin, bolalarimiz o'qiydi. Hammamiz bolalarimiz bor. Bir qishloqqa olib bering. Rahmat, raisman. Assalomu alaykum ota-onalar. Mana 24-maktabda mana remontini boshlab yubordi. Buni xalq 80-yildan to 2004-yillargacha tengqurlar hammasi bitta sinf, bir xil ikkita, bir xil darvoza, deraza, ba'zi bir ota-onalar 15 ta, 20 ta, 30 ta derazani alishtirib berib, mana ishni boshlab yubordi. Mana qishloqdoshlar, mana bu sinfda 92-yillar oldi, xudo xolasa polni remont qilib, xuddi bu 81-yillar qanday topshirgan bo'lsa, shunday qilib topshiramiz deb va'da qilib, mana bugun kirdi, xudo xolasa ishni boshlaydi. Yana tugagandan keyin sizlarga yana bir syomka qilib, qanday bir holat, hamma tengqur qanday, qaysi sinfda topshiryapti, har bir narsani syomka qilib sizlarga tayyorlab, buni ko'rasizlar o'zlaringiz. Kim agar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, farqi yo'q, Rossiyadanmi, qayerdan bo'lsa ham, mana o'zimizda misol soyibkorlar qayerdan ko'rayotgan bo'lsa, iltimos sizlardan ko'chaga bekor kirmay kelib hissalaringizni qo'shingizlar. Qay mablag'dan yo fizik bir xizmat tomonlama farqi yo'q. Qanday yordamlaringiz tegayotgan bo'lsa, kelib bolalaringiz bekor turgan bo'lsa, kelib jo'natingizlar. Mana shu ishni boshladik, mana shu xayrli ishni shu Ramazon tugaguncha shu ishni topshirib bersak yaxshi bo'lardi. Rahmat mana Naim akaga ham. Assalomu alaykum. Aziz hamyurtlar, aziz vatanlar, hamqishloqlar, rahmat. Mana 1981-yil bolalar mana maktabda remont boshladi. Ustoz bilan Qurbonovga rahmat, shu kishi kelib shuncha obod qildi maktabimizni. Bu kishining Alloh xizmatlari rozi bo'lsin. Ustoz nima niyatlari bo'lsa niyatlariga yetsin. Mana maktabimiz xiyla obod, Tojikiston obod, Xudoga shukr, tinch yurtimiz. Janob Oliy peshvoy millatga, xalqlarga duo qilamiz shu kishini. O'zi umr ko'rsin shu kishilar. Shu yurtlarimiz tinch. Maktablar xiyla obod, hech kamchilik yo'q, davomat juda yaxshi. Mana bolalar kelyapti. O'quvchilar, qizlar hammasi o'z vaqtiga. Ota-onalarga ham rahmat. Yoshlar kelib yordam qilingizlar, maktabga hissalaringizni qo'shsalaringiz bu juda katta savob ish bo'ladi. Maktab ham o'zimizniki, mana o'zimizning farzandimiz o'qiydi, begona o'qigan yo'q misol. Shu yerda kelib mana qancha mehmonlar kelib xursand ketyapti ko'rib. Maktabda juda obod, yaxshi deb ketyapti. Biron kishi nima qilgan yo'q, maktab xiyla obod. Mana shu oxirgi, mana shu 25-26 o'quv yillarida maktabimiz butun obod bo'lib ketdi. Rahmat mana Janob Oliyga, undan keyin viloyat hokimlariga,
rayonimiz hokimlariga, shaxsan mana mudirimiz Mirzoyev Sadullojonga rahmatki, maktabimizga juda obodonchilik bo'lib ketyapti. Mana qarangizlarki, qishlog'imizni, dehamizni xalqi, sinfdoshlari sinflarni obod qilib, kraska qilib, hamma ustunlarda, devorlarda, patologlarda bo'yab, mana tualetlarda rahmat mana mudir raisi uliga Muhammadjonga rahmatki, Muhammadjon mudir raisi uli undan Nuriddinxonga rahmatki, maktabimizni o'zi bo'yniga olib, maktabda tualetini obod qildi. Tualet bor, yana tualetni obod qildi. Burada dushanbaga yo'q tualetlar qurildi. Mana shu har kuni maktabimizga mana mashin bilan yana mebellar keldi. Parta, ustollar olib kelib tushiryapti. Mana direktorimiz Qurbonov Alijon aka bo'ldi. Butun hurmatga sazovor inson.